bormi? Chala qolgan shaxmat o'yiningiz tez orada nihoyasiga yetadi. O'g'lim uyga qaytyapti. Zo'r. Quvonching boisi nima? Nega so'zingda turmading? Kechikdim, ammo va'damni buzmadim, dada. Qaranglar. Kim ko'p jahl qilgan bo'lsa, o'sha meni ko'proq yaxshi ko'radi. Shirava! Tan olaman. Mendan xato o'tdi. Uzr so'rashga kelgandim. Aytishga imkon bermading. Hozirroq uni yoniga chiqaman. Ko'ramiz, 10 yildan keyin meni tanirmikan. Orzularni ro'yobga chiqar. Men ketyapman. Kelsang o'zingga oro berib kel. Ahvolingga qara, Sumo. O'zingni epaqiga keltir. Sumo istasa hammadan go'zal bo'la oladi. Amakim g'azab otiga mingan. Lekin uning obro'sini saqlab qolish bizning burchimiz. Sumo, nima qilyapsan? Axir u hayajoningga e'tibor ham qilmaydi. His-tuyg'ularingni esa umuman tushunmaydi. Qalbim egasi. Yangi romantik serial premyerasi 7-noyabrdan boshlab dushanbadan shanbagacha soat 19:30 da. Albatta, yoshlarda. Golden Tree kompaniyasi tomonidan bunyod etilyapti. Unga juda ko'p mehnat sarflangan. Umid qilamanki, natijasi shunga yarasha bo'ladi. Prezident xon. Bu yerda nima qilyapsan? Bir daqiqa. Tinchlikmi? Qo'ng'irog'imga javob bermadingiz. Eshitmay qolibman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Ko'ryapsan-ku, bandman. Keyin gaplashamiz. Unda shu yerda kutaman. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Yana biroz. Ehtiyot bo'ling. Ahvolingiz yaxshimi? Hech nima qilmadimi? Omonmisan? Sizchi jarohatlanmadingizmi? Yo'q, yaxshiman. Tura qol. Nima bo'ldi? Og'rimayaptimi? Yo'q, arzimagan jarohat. Kasalxonaga borish kerak. Uni shifokorga olib boraman. Davom etaveringlar. Xo'p. Men yaxshiman. Qaysarlik qilma. Yaxshiman deyapman-ku. Yura qol. Chindan ham ahvolim yaxshi deyapman. Ukangizni topganga o'xshayman. Oyingizni oshxonasiga ham borib turaman. Dol o'sha yerda ishlaydi. Ukam haqida o'sha yerda eshitdingmi? Bilasizmi? U soxta uka. Kimdir jig'imga tegmoqchi bo'lgan. Unga e'tibor berma. Nima? Shuni aytgani keldingmi? Bu yerda nima qilyapsan? Prezident xon bilan gaplashgani kelgandim. Ishdan bo'shagansan deb o'ylagandim. Hammasi joyida. Mido endi keta qol. Oyog'ingga nima bo'ldi? Yiqilib tushdim. Mido, kasalxonaga bor. Xabaring uchun rahmat. Ukasi topilganini aytish uchun keldingmi? Buni aytish burchim deb o'yladim. Nega? Negaki oila bilan hazillashib bo'lmaydi. Ukasi kim ekan? Janobli, Hozir. Unga nima deding? Ukangizni topgandekman dedim. Uni xabari bor ekan. Ammo uni soxta deyapti. Bor gap shu. Oilang hali ham
puldan qiynalyaptimi? Xavotir olma, o'zim pul beraman. Kechroq ko'rishamiz. O'tir. Yo'q, rahmat. O'tir. Buncha qaysarsan? Avtobusda ham ketaveraman. Oyog'ingga qarasang-chi. Hammasi joyida. Og'rimayapti ham. O'zim yetib olaman dedim-ku. Bu ishni seni yoqtirganim uchun qilmayapman. Qo'rqma. Uying yaqinidagi kasalxonaga olib boraman. Yarangni bog'lab qo'yishadi. Bunga hojat yo'q. Uyda o'zim ham bog'lay olaman. O'zing bilasan. Meni ham ortiqcha vaqtim yo'q. Buni o'zimni ko'rsatish uchun qilmayapman. Yana noto'g'ri tushunib yurma. O'zim bog'lab qo'yaman. Bu qanaqa quti? Yarangni ko'rsat. Mikrob tushmasidan avval chorasini ko'raylik. Vahimali yeri yo'q dedim-ku. Aytganimni qil. Achishyapti. Qimirlama. Og'riyapti. Qimirlayverma. Seningcha bu ishdan zavqlanyapmanmi? Buni uyda ham qilaverardim. Nega bunday qilding? Tomosha qilib turishim kerakmidi? Endi oyog'ingdagi chandiq uchun
Meni ayblaysan. Ayblamayman. Bering o'zim. Qimirlama. Haliyam o'tiribsanmi? Uyingga bor. Buni olib ket. Uyda foydalanasan. Ukangizni soxta deb kim aytdi? Shu ukang deb ko'rsatishgani kim ekan? Uni ko'rganim yo'q. Bu Ko-yon Kamni hazili. Roychanni qanchalik yaxshi taniysiz? Kimni? Osiyo Star vitse-prezidenti Roychan. Uni nima daxli bor? Aniq deya olmayman, ammo uni ukangiz deb taxmin qilyapman. Janhi ikkimiz uni mehmon qildik. Achchiq ovqatga tobi yo'q ekan. Kim achchiq yeya olmasa ukam bo'laveradimi? Oilaviy shundaymiz dedi. Kalaka qilyapsanmi? Yo'q, bundan nima naf? Yana ukangiz masalasida-ya. Uni qanchalar mushtoq bo'lib kutayotganingizni bila turib kalaka qilamanmi? Tushunarli. Kimni achchiqqa toqati bo'lmasa meni ukam. Ketdim. Eski uyingiz oldida Roychanni qanday turganini ko'rdim. Uni Inhega o'sha mavzedan uy izlayotgandik. Ko'chalari tanish ko'rindi. Keyin bilsam, eski uyingiz taraf ekan. Shunda eshigingiz oldida turgan Roychanni ko'rib qoldim. U shunchaki o'tib ketmayotgandi. Eshikka qo'lini qo'yib turgandi. Go'yo o'tmishi bilan yuzlashayotgandik. Aniq bir nima deya olmayman. Biznes aloqalar qanchalik muhimligini tushunaman. Shuning uchun unga e'tiborliroq bo'ling. Hazillashmayapman. Sizga yana bir bor ozor berish niyatim yo'q. Istagim oilangizni topishingiz. Tushundim. Xayr. Yaramni bog'lab qo'yganingiz uchun rahmat. Taesan, Janhining biologik otasi Chan Jimyon. Achchiq. Mendan 10 yosh kattasiz, hali ham achchiq yeya olmaysizmi? Agar bilsang, kuchli yigitlar achchiq yeya olmaydi. Rostdanmi? Rost. Hatto kitobda ham yozilgan. Maktabingda tekshirib ko'rishing mumkin. Terlab ketyapsizmi? Juda mehribon ukam borda. Nimalarni o'ylab qoldingiz? Hatto kirganimni ham sezmadingiz. Kechirasiz. Bugun Insadonga bordim.
Yolg'iz o'zingizmi? Ha. Boshqa joylarga ham yo'l ko'rsatuvchisiz bora olasizmi? Ha? Ba'zi joylarga hamrohlik qilishim mumkin edi. Bugun boshqa rejam chiqib qoldi. Shunga kechqurun ko'risha olmasligimizni aytib qo'yay dedim. Balki bo'shaganingizdan keyin ko'risharmiz. Shahar tashqarisiga ketyapman, ertaga qaytaman. Osiyo Star va Li Janxi bilan birga. Qaytganimdan keyin ko'rishamiz. Yaxshi qoling. Kalit raqami tug'ilgan kuning. Buni ko'chish ishlariga sarflarsan. Busiz ham ko'chishga qurbimiz yetadi. Kerakmas. Xantesaning pulini olgan eding. Nega menikini olmayapsan? Chunki hozir boshqa odamman. Bunday dema. Ko'nglim yorishmayapti. Janob Chanjimyon bilan ko'rishing kerak. Osiyo Star rahbarining o'g'li bo'lishimni istayapsanmi? Yaxshi. U bilan ko'rishib, o'g'lingizmanmi deb so'rayman. Nima bo'lyapti? O'zingga o'xshamay ketyapsan. Seningcha nega o'zgardim? Janob Xanni akangni falokatiga daxli yo'q. Bas qil. Agar uni sevish va ishonishda davom etsang, nega vaziyatni shu darajagacha olib kelding? Janxi. Shunchaki akang bilan bog'liq falokat haqida gapirdim. Unut. Keyin gaplashamiz. Shahar tashqarisiga chiqishim kerak. Janob. Eshitaman. Qayerdasiz? Xayrli kech. Men go'zal biznesmen ayol Pek Sojuman. Tanishganimdan xursandman, Roychan. Hazilimga kulmadingiz ham. Hazilga nima hojat? Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Xursand bo'ladigan hech nima yo'q. Bir tanishim kabi siz ham yovvoyi ekansiz. Qaysi tanishingiz? Qani o'tiraylik. Pek Soju Loyal Investment bilan juda yaqin. Bu Osiyo Star'ni eng ashaddiy raqobatchisi. Kechagi do'st bugun dushmanga aylanishi mumkin. Bundan cho'chimayman. To'g'ri qilasiz. Biz hamisha Osiyo Starga havas qilganmiz. Ikkingiz qanday tanishgansiz? Prezident ham bilan ancha yillik do'stlarimiz. Golden Tree'da rahbar o'rinbosari edim. Ammo hozir unday emas. Sabab? Ishdan haydashdi. Hamda ko'nglim bor edi. Osiyo Star Golden Tree'ni sotib olgach, yana eski lavozimingizga tayinlayman. Agar Golden Tree'ni sotib olsangiz, bir o'q bilan ikki quyonni urgan bo'lasiz. Ham moliya bozoriga kirib olasiz, ham yangi istirohat bog'iga ega bo'lasiz. Sarmoya kiritish uchun kelgansiz deb o'ylagandim. U madaniyatli biznesmenlarni qadrlaydi. Hanga nima qilibdi? Ishdan chalg'imaylik.
Bu noto'g'ri. Nega pastkashlik qilyapsan? Bor yo'q bisotim. Yaxshi ma'lumot va akam. Yaxshi ma'lumotga akamni qurbon qilib erishdim. Akam esa kasalxonada hushsiz yotibdi. Janhi, ko'zingni och. Unga ishonmaysanmi? U akangni tashlab qo'ymaydi. Albatta saqlab qoladi. Qo'ysangizchi. Golden Tree'ni sotishga qanday qo'ling bordi? Shuning uchun janob Pak bilan ko'rishganmiding? Kengash roziligini olmoqchimiding? Buni nishonlashga tayyor turing. Axir Xantesan boridan mahrum bo'lishini kutayotgan edingiz-ku. Ha. U qulayotgan paytda qo'lidan tutib qolmoqchi edim. Osiyo Star Golden Tree'ni sotib olmaguncha og'iz ochmang. Kelishdikmi? Nega yig'layapsiz? Orzungizdagi erkak changalingizda bo'ladi. Unga achinyapman. Siz Xonangizga boring. Ro'yning oldida xato qilib qo'ymang. Janob Xan keldi. Tanishganimdan xursandman. Xush kelibsiz, janob Xantesan. Ogohlantirmay kelganim uchun uzr. Yo'q, hammasi joyida. O'tiring. O'g'lim Seuldagi ishlarni eplolmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun shaxsan o'zingiz tashrif buyurgansiz. Shundaymi? Bu yerga biznes yuzasidan kelmadim. Unda nega keldingiz? Uni tanidingizmi? Nima? Teminni tanib qolganingiz uchun keldingizmi? Ukangiz Xan Teminni aytyapman. U chindan ham Teminmi? U akasini qattiq sog'ingandi. U paytlar kambag'al talaba edim. Rafiqamning oilasi meni xushlamasdi. O'g'illik bo'lganimizni keyin bilib qoldim. Koreyada bormagan yetimxonam qolmadi. Ammo uni topa olmadim. Oxiri taslim bo'lib Amerikaga jo'nab ketdim. Bir kuni ko'chada osiyolik bir bola yig'lab turganini ko'rib qoldim. Bu Roy edi. Temin Amerikada edi demoqchimisiz? Uni asrab olishlari uchun Amerikaga yuborishgan ekan. Ammo juda kamgap bo'lgani bois ko'chaga haydashgan. Tushunmadim, nega Temin meni tanimaganga olyapti? Sababini Roydan so'raysiz. Temin o'z o'g'lingizni eslatib yuborgan bo'lsa kerak. Shunday.
u Royning ukasi bo'lsa ajoyib ish bo'lardi deb o'ylardim. Umid qilamanki, unga ham men Royga bergandek mehr berishgan. Bunga ishonaman. Janhi uchun biron nima qilishni istayman. Do'stim, bilasanmi, men nima olib keldim? Agar buni jo'natadigan bo'lsam, mangulikka ketasan. Seni o'ldirgani keldim, Shanxi. Shanxi. Kechir. O'lishni istamasang, uyg'on. Uyg'onganingda meni ur. Agar shu ahvolda yotaversang, nima qilishim kerak? Rostdan buni jo'nataman. Xo'pmi? Dongu. Buncha chaynalding. Qani jo'natmaysanmi? O'ldirging kelayotgan bo'lsa, ignani suqta, qoch. Bo'lmasam qo'lga tushasan. Janhi! Ahmoq, baland ovozingdan uyqum o'chib ketdi. Do'stim! Kechir meni. Ko'zimga uyqu ham kelmadi. Kechir. Meni kechir. Ko'zingga uyqu kelmadi? Ko'rinishing binoydek-ku. O'zingga keldingga o'lganim uchun gapirayotganingni ko'rmayapmanmi? Ahmoq. Aslida seni davolash kerak. Do'stim. Ahvoli qanday? O'sha. Meni tinmay haqoratlayapti. Tezda yetib boraman. Janhi o'ziga kelibdimi? Ha, oldiga ketyapman. Ketaver, Roychan bilan o'zim shug'ullanaman. Qo'rqma, ketaver. Golden Tree'dan xavotirlanma. Menga faqat tezsan kerak. Biz bu yerdamiz. Avvaliga u ko'zimga qara olmas va umuman gapirmas edi. Bir yil o'tib kula boshladi. Hatto ba'zan hazil ham qilardi. Roy dardimga malham bo'ldi. Ishlarimda ham ko'makchimga aylandi. Bilasizmi, Roy nima derdi? Hamisha sizni 3 o'g'lingiz bo'lishini istayman. Tesan, Roy va o'z o'g'lingiz derdi. Balki shunday bo'lar. Bu mo'jiza. Meni ham o'g'limga qayerdadir mehr berishayotgan bo'lsa ajab emas. Xijolat bo'lmang. Gaplashavering. Kechirasiz. Eshitaman, Dongu. Janhi uyg'ondi. O'ziga keldi. Yaxshi. Kechirasiz.
Bu tashrif qog'ozi yodingizdami? Qanaqasiga? Yaqin do'stim buni sizdan olgan. Qiziq. Hayot tasodiflarga to'la. Uni buvisi o'g'limni yetimxonaga topshirib yuborgan. Seulga borishingiz kerak. Biron jiddiy sabab bilan taklif qilyapsizmi? O'g'lingizni topib beraman. Tashrif qog'ozingizni olgan do'stimni sizga aytadigan gaplari bor. U bilan uchrashtiraman. O'shanda ayta olmagan gaplarini aytmoqchi. Bu bilan u o'g'lim kimligini biladi demoqchimisiz? Ha. Ammo buni faqat siz tasdiqlay olasiz. Albatta u sizning o'g'lingiz bo'lishi mumkin. Seulga borishingiz kerak. Albatta. Boraman. Unda Seulda ko'rishamiz. Insho! Chaqirdingizmi? Insho! Nima bo'ldi? Shifokor chaqiring. Ertaga ertalab Seulga uchib ketyapman. Oq yo'l. Li Janxining maqsadi nima deb o'ylaysiz? Menimcha Osiyolardan biron lavozim olish ilinjida. Uni harakatlari mansab ilinjidan ko'ra ko'proq alam olishga o'xshab ketyapti. U juda bezovta. Akayni himoya qil. Ammo boshqalarga ham ozor berma. Nega? Bilmadim. Ammo unga rahmim kelayapti. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Li Janxi shaharga qaytib ketdi, chunki akasi ko'zini ochibdi. Eshitdim. Yaxshi bo'pti. Han bu kunlarga qanday yetib kelgani qiziqtiradimi? Nega qiziqtirish kerak? Kompaniyasini sotib olmoqchisiz-ku. Prezidentining hayoti qiziq emasmi? Hantesan ko'zida yosh bilan ulg'aydi. Aka, Janxi. Aka. Hayotga qaytdingizmi? Ko'rinishing juda horg'in-ku. Nima bo'ldi? Qanday yiqildingiz? Qurilayotgan binoda Dongu bilan urushib ketdik. Keyin yiqilib tushdim. Aldamang. Aldamayapti. O'shanda birga edik. Akang bilan gaplashib olishim kerak edi. Shu bois o'sha yerga chaqirgan edim. U kompaniyadan pul o'g'irlaganim uchun qamoqqa tiqmoqchi edi. Keyin janob Xanga qo'ng'iroq qildi. Keyin esa Tesan darhol yetib kelgan. U esa qochib ketgan, qo'rqoq. Janob Xan qaytgach, bor gapni aytib unga yolvoraman. Tesan qayerda? Hozir samolyotda bo'lsa kerak. Gonkongdan qaytyapti. Nega u yoqqa bordi? Nega bo'lardi? Osiyo Starni debdi. Roychan shu yerda bo'lsa, u nega ketadi? Janxi. Tesan maktubimni berdimi?
Nahotki bu rost bo'lsa. Kechir meni. U odam otang ekanini aytganida gaplariga ishona olmadim. Ammo ochig'ini aytsam, sensiz yashashni istamasdim. Buni bilmagan vaqtimda baxtiyor edim. Sizga begona bo'lishni istamayman. Buni unga aytishing kerak. Har holda otang. Gapimni noto'g'ri tushunishi mumkin. Unda o'g'limisan yo'qmi isbotlashingga imkon bo'ladi. O'g'li bo'lmasang demak shunday. Yo'q. Uning oldida mag'rur tura olishing uchun ko'p qurbonliklar berdim. Seningcha Somidoni o'ldirishni istaganmidim? Sen tufayli devonaga aylandim. Tesan ham shunday bo'lishini istayapti deb o'zimni ishontirdim. Oqibatini o'ylab ham o'tirmadim. Shunchaki uni yo'ldan olib tashlasam bo'ldi deb hisobladim. Uni Tesan buyurmaganmidi? Rostdan ham shu narsaga ishondingmi? Faqat rostdan ayting. 7 yil avval xo'jayiningizni Xan o'ldirgan-u, meni o'qitish uchun aybni bo'yningizga olgansiz-a? Buni kim aytsenga? Bo'lmagan gap. Ishonmasang guvohlardan so'ra. Koyon Kap ko'rib turgandi. Bek Soju esa qotillik joyiga birinchi bo'lib kelgan. Aynan ular akang aybni bo'yniga olgan dedi. Shunaqa deyishdimi? Ha. Menga ishonasanmi yoki ulargami? Ikkisini ham boshlab kel. Yuzma-yuz gaplashamiz. Nog'oralariga o'ynadingmi? Seni shunday tarbiya qilganmidim? Bu yog'iga sendan ko'ra ko'proq Tesanga dalda bo'laman. Bunday yolg'izlikka mahkum bo'lish uchun nima gunoh qildi ekan? Janob Xan sizdan foydalangani va keyin tashlab qo'ygani yolg'onmi? Tesan mendan senga yaxshilab qarashimni so'radi. O'shanda Somido bilan orani ochiq qilgandi. Unga o'xshagan odam bu yerda nima qilib yuribdi deb o'ylardim. U toza qalbli va aqlli edi. Xo'jayinga qaraganda uni yetakchilik xislati ustunroq edi. Mana shu ko'ngilsizliklarga sabab bo'ldi. Nega sutxo'rlarga aralashib qoldi? Onasi ukasi bilan qochib ketganida o'zidan katta qarz qoldirgandi. Shuning uchun uni ishlashga majburlashdi. Bir oy qarindoshinikida yashaydi, keyin ko'chada qoladi. Boradigan joyi bo'lmagach, uni ushlab olishadi va ularning mulkiga aylanadi. Hozirgi kompaniyani ming azobda shu holga keltirdi. Uni sotib olgandan ko'ra sarmoya kiritsangiz saxovat ko'rsatgan bo'lasiz. Biznesni saxovat peshalik uchun ochmaganman. Haqiqatan ham akangizni o'z kompaniyasidan mahrum qilmoqchimisiz? U haqiqiy akangiz, Xan Tesan. Ammo Xan Tesanning bundan xabari yo'q. Bu og'a-ini o'rtasidagi masala. Aralashmang. Buni bilarmidingiz? Juda ochilib ketdingiz. Bu bo'yoq sochingizni jilolantirib yubordi. Sizni ovora qilmasam bo'lar ekan. Shu ishim o'zi shartmidi? Unday demang. Birga kelganimdan juda xursandman. Yuzingizdan nur yog'ilyapti. Keling, suratga olaman. Keragi yo'q. Nima qilasiz? Unda men bilan suratga tushing. Juda ochilib ketdingiz. Birga rasmga tushgim kelyapti. Bu yoqqa qarang. 1, 2, 3.
Ko'cha fonuslari yo'q yo'ldan ketayotgandim. Aslida ayb menda. Ko'rib turibsiz, ahvolim ham yaxshi. Ammo ishni yopishimiz kerak. Li Chanxi ham aybni bo'yniga oladi. Biroq jabrlanuvchi da'vo qilmasa, ish shunchaki yopiladi deb eshitgandim. Tanishingiz bo'lgani uchun uni jazodan saqlab qolyapsizmi? Har kim ham xato qilishi mumkin. Mana soppa-sog'man-ku. Mayli, sizni tushundik. Vaqtingiz bo'lganda oldimizga bir kirib o'ting. Xo'p. Rahmat. Nazarimda ukamni topgandekman. Ro'ychan Temin ekan. Hayotning nurli xona Shedra Elliota haqiqiy bekalar siri. Ekabel avtomat to'g'ri tanlov. Real American popcorni oddiy popcorn emas. Real American popcorni haqiqiy amerikancha popcorn. Judayam. Fendo mahsuloti. Hayotning nurli xona Shedra Elliota haqiqiy bekalar siri. Janob xon, yaxshimisiz? Dugonam bilan sochimizni turmaklatdik. Balki biror kun hammamiz tushlik qilarmiz. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'qitildi. Hayotning nurli xona Shedra Elliota haqiqiy bekalar siri. Ceylon choyi Ahmad, baxtiyor damlarimiz hamrohi. Ahmad choy, taqlid dushvor, o'zi betakror. Hayotning nurli xona Shedra Elliota haqiqiy bekalar siri. Men sizlarga bir narsa sovg'a qilmoqchiman. U yerda ko'chmas mulk haqida gap bo'lsa, menga ayting. Uy ham bor. Uy, qiziq. Nega otam bu uy haqida hech gapirmagan? Bu ajoyib bino qancha turadi? Hech qachon uy uchun 10 milliondan ortiq to'lamaganman. Omadimiz keldi. Kallarni ishlatib vaziyatdan foydalanib qolish kerak. Ishlayapsanmi? Sichqon ekan. Kichkina bir sichqon, uni o'ldirish shartmi? Ha, bilib qo'y, kichkinagina zarar kunanda ham seni xarob qilishi mumkin. Boshimdan o'tgan. Mori, bizga mushuk kerak. Bizga asabi aynib turadigan qonxo'r, vahshiy kerak. Alvido. Sichqon. Sichqon ovi. Menimcha bu oddiy sichqon emas. Shanba soat 22:30 da. Albatta, yoshlarda. Ey, sendachi Zizi bormi?
чисто. Сохраните цвет любимых вещей надолго. Зеленый чай Color для цветных вещей. Bugungi kungacha UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kirmagan arxitektura yodgorliklarini mazkur ro'yxatga kiritish, moddiy madaniy merosni qayta tiklash va kapital ta'mirlash jamg'armasini tashkil etish, o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomini mustahkamlash, kreativ axborot muhitini yaratish. Ushbu vazifalar siz uchun muhimmi? Unda O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Sarvar Otamurodovga ovoz bering. Mustaqillik yillarida olamshumul islohotlarni amalga oshirishga ulkan hissa qo'shgan, shu ulug' yo'lning munosib davomchisi bo'lgan insonga ovoz beramiz. Tinchlik, farovonlik va taraqqiyotni ta'minlashga qodir bo'lgan nomzodga ovoz beramiz. Maqsadimiz xalqimiz turmush darajasini yanada oshirish. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzod Xatamjon Ketmonovning saylovoldi dasturi yuqori sifatli ta'lim olish va maqbul tibbiy xizmatdan foydalanish, pensiya ta'minoti va ijtimoiy nafaqalarning samarali tizimini shakllantirishga yo'naltirilgan. Biz islohotlarning ijtimoiy samaradorligini oshirishni maqsad qilganmiz. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xatamjon Ketmonovga ovoz bering. O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Narimon Umarov o'z dasturida ijtimoiy adolat va birdamlik tamoyillari hukm suradigan, aholining daromadi bo'yicha keskin tabaqalanishga yo'l qo'yilmaydigan, fuqarolarning kuchli ijtimoiy himoyasini ta'minlashga yo'naltirilgan demokratik ijtimoiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish kabi g'oyalarni ilgari suradi. Narimon Umarovga ovoz bering.